O'zimizning milliy brend Mio Beauty bilan anchadan beri meni qiynab kelayotgan yuzimdagi kichik muammolardan xalos bo'ldim desam ishonasizmi? To'g'risi, o'zim ham boshida ishonmagandim, toki ishlatib ko'rmagunimcha. Bilasiz, sizlarga tajribamdan o'tgan narsalarnigina reklama sifatida joylayman va maslahat beraman. Ekspert tomonidan yuzim uchun maxsus terilgan to'plam mening haqiqiy favoritimga aylandi. Hozir qimmatga sotib olgan barcha uxudviy kosmetikalarni chekkaga surib, aynan mana shu lineykadan foydalanyapman. Birinchi bo'lib penka, yuzimni tozalab olaman. Keyin esa toner. U dozatorli bo'lgani uchun bo'yin sohasiga ham foydalanish imkoniyatini beradi. Undan keyin esa vitaminlarga boy siviritka. Yuzga mana shunday urib chiqsangiz, siviritka yaxshiroq so'riladi. Oxirida krem ham bor, faqat uni men kechki payt ishlataman. Yuzimning porlashini qarang, oldingidan ancha yaxshilandi.